Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Sizlarga yana bir bor murojaat qilamiz. Kanalimizdagi videolarni har safar 10-15 ming kishi tomosha qilmoqda, ammo obunachilar soni bu ko'rsatkichga yetmayapti. Agar har bir tinglovchimiz obuna bo'lish tugmasini bossa, bu biz uchun katta ko'mak bo'lardi. Ishonamizki, bu qiyin ish emas. Sizning birgina bosishingiz bizga kuch, rag'bat va ilhom beradi. Shunday ekan, bizni qo'llab-quvvatlang, obuna bo'ling va do'stlaringiz bilan ulashing. Qo'llab-quvvatlov bo'lsa, yangi hikoyalarni tez-tez chiqarishda davom etamiz inshaalloh. Rahmat sizlarga. Sukut ortida. 6-qism. Muallif Shamsinor. Ertalab o'qishga borish uchun tayyorlana boshladim. Ketyapsanmi? Tuyqus ortimdan kelgan ovozdan cho'chib tushdim. Ha, bugun qattiq domla leksiya o'tishlari kerak. Nega nonushtaga chiqmading? Ulgurmasdim. Shamollashing ancha yaxshi bo'lgan shekilli. Sharofatingiz bilan. Bugun o'qishdan olib ketaman. Ishxonani ko'rasan. Xo'p. Men aslida Abrorga hali javobimni aytmagandim. Nega menga firmani ko'rsatmoqchi? Mayli, dars tugashi bilan qo'ng'iroq qilaman. Bugun institutga kelganimda hamma nimanidir gaplashardi. Nima gap bolalar? Kelamaya, bugun Startsani tug'ilgan kuni. O'shanga sovg'ani qanday topshirishni o'ylayapmiz. O'zing tuzalib qoldingmi? 2 kun darsga kelmading. Yaxshiman. Kursdoshlarimga javob berish barobarida borib joyimni egalladim. Demak, bugun Sadriddin akani tug'ilgan kuni. 23 yoshni qarshi olsa kerak. Guruhimizdagi eng yoshi kattamiz o'sha edi. Amaya, sen bexabar qolgansan. Kelasi oydan hamma amaliyotga chiqar ekan. Guruhlarga bo'lib tashlashibdi talabalarni hammasini. Qayerga borar ekanmiz? Qiziqsinib savol berdim. Hali kimlar bir guruhda ekanini aytmadilar, lekin ishlab chiqarish korxonalari, maktab, bank, yana biz ishlashimiz kerak bo'lgan yuridik shaxslar bilan gaplashishyapti ekan. Menga farqi yo'q, boraveraman. Tezroq boshlansa ham mayli, qiziqib ketyapman. Aslida muammolardan chalg'imoqchi edim. Butun guruh kutgan kursdoshimiz Sadriddin aka kirib keldi. Tabriklaymiz. Hamma bir ovozda tabrikladi. Dilnoza borib Sadriddin akaga sovg'ani topshirdi. Kursdoshlar yig'ilib, hamma kursdoshlarimiz jam bo'lib tushgan sentyabrdagi suratimizni smolada bezattirib kattalashtirib, kartinka ko'rinishida sovg'a tayyorlashgan ekan. Buni ham albatta Dilnoza tanlagani aniq. Uning didi juda nozikligi menga ayon. Sadriddin, bu guruhimiz nomidan arzimasa ham qabul qiling. Biz kursdoshlar uchun doimo yelib yugurasiz. Odamni xijolat qilyapsiz. Sadriddin aka guruh ichiga ko'z yugurtirib, menga ko'zi tushgach, izlagan odamini topgandek xotirjam tortdi. Hamma shu yerda ekan, men ham bir e'lonim bor. Bugun kech 19:00larda Mo'jiza kafesida barchangizni kutaman. Meni kursdosh deb bilsangiz, tashrif buyurarsiz. Bu gap aniq menga tegishli edi. Abror sira ham bunga rozi bo'lmaydi. Qolaversa, men ham bormayman. Erli ayol hisoblanaman. Meni borishim ham to'g'ri emas. Bir-ikki kishi e'tiroz bildirganda Sadriddin aka keskin rad etdi. Men shu yerdagi barchani kutaman. Nega bu inson tushunmaydi? Mendan hamon umidini uzmagan. Boshqa bir insonga ko'ngil qo'ysa, men ham xotirjam bo'lardim. Amaya, borasanmi? Yo'q, bormayman. Iloji yo'q buni. Sadriddin xafa bo'ladi. Dilnoz, men o'zimga xo'jayin bo'lsam-ku borsam, har qanaqasiga ham buni iloji yo'q. O'zing boshqa qizlarni yig'ib borasan. Abror akam baribir ruxsat bermaydi. Dilnoza hafsalasi pir bo'lgandek yonimdan nari ketdi. Menimcha, uni Sadriddin akada ko'ngli bor. Darsim tugashi bilan Abrorga qo'ng'iroq qildim. Meni olib ketasizmi? Darsim tugadi. 5 daqiqada o'sha yerda bo'laman. Boshqa dugonalarimga qarab havasim keladi. Ular o'ta mehridan to'ygan. Men esa
Hamon qalbimda otamga nisbatan nafrat olovlanmoqda. Yosh go'dakni azoblay olgan, tahdid qilib bir ayolni butun umr qiynab kelgan. Nahotki unga taqdirning atab qo'ygani yo'q bo'lsa, nahot qilgan ishlariga javob bermasa. Nimalarni o'ylab qolding? Hech, o'zim. Bilmayman nega, ammo men ilk bor ko'rgan, yerga ursa ko'kka sapchiydigan qiz emassan. U qizning onasi tirik edi. Ishongani, suyangani bor edi. Endi esa yetim, g'irt yetim. Na bir dardkashim bor, na bir suyansa bo'ladigan odamim. Men-chi? Siz menga kimligingizni hatto o'zingiz ham bilmaysiz men tugul. Sen umr yo'ldoshing. Qani edi, shunday bo'lsa. Afsus, siz men emas, boshqasini umr yo'ldoshisiz. Men sen bilan yanada yaqinroq bo'lishni istayman. Abror aka, o'zingizni ham, meni ham qiynamang. Oxiri mavhum bo'lgan munosabatlar bilan. Men sizga ishonib ko'nglimni ochsam, keyin parcha-parcha bo'lib ketishni istamayman. Shundoq ham bu dunyoda onamni menga fido qilgan umri zoye ketmasin deb yashab yuribman. Sen men uchun vaqtinchaman deb xato o'ylayapsan. Siz meni hayotimdagi bor va yo'qni orasidagi arosatga o'xshaysiz. Men mavhumliklardan charchab ketdim. Otamda qasdingiz bor ekan, meni ushlab turibsiz. Bo'lmasa, ishontirib aytamanki, yarim soat ham meni oldingizda saqlamasdingiz. Hamma narsa asli ko'ringani kabi emas. Biz ko'pincha haqmiz deb adashamiz. Abror bilan suhbat bu taxlit davom etishini istamasdim. O'zimga tushunmayapman. Menga yomon muomala qilmay qo'ygan uchunmi, bilmadim nega. Abrorni o'zimdan uzoqlashtirgim kelmaydi. Uni sevib qoldim deya olmayman. Ammo men hammasini tashlab ketib qoladigan darajada kuchli ham emasman. Nima bo'lgan taqdirda ham uni xotini bor. Men ikkovini orasini buza olmayman. Yetib keldik. Biz zamonaviy jihozlangan binoga kirib keldik. Bu asosiy ofis hisoblanadi. Biz chet eldan ulgurji tovar olib kelib, do'kon, bozor rastalariga tarqatamiz. Qolosimizda yuk mashinalari ham bor. Seni vazifang esa shartnoma tuzish, kirim-chiqimlarni hisoblab turasan. Men rozi bo'lganimni esla olmadim. Boshqa ilojing yo'q. Men sening yordamingga muhtojman. Bu vazifani o'zim bajarardim, lekin yangi xaridorlar bilan gaplashishim kerak. Xo'p, ishlab ko'raman. Yo'qmasa, mendan xafa bo'lmang. Abror indamadi. Menga farqi yo'q. Ma'qul bo'lmasa, o'zidan o'pkalasin. Boshqa bir kotiba olar o'ziga. Shundoq ham mendan boshqa anchagina ishchi xodimlar ham ishlar ekan. Xorijga chiqish hujjatlari, buxgalteriya, yana xodimlar bo'yicha va hokazolar. Hammasi bilan ham qiziqib ko'rganim yo'q. Ofisda ko'p qolmadik. Abror bilan ketishga chog'langan vaqtimizda unga maqsadimni aytdim. Abror aka, bugun katta oyim keladilar. Uyimga borsam degandim. Mayli, olib borib qo'yaman. Qachon qaytasan? Ertaga qaytmoqchiman. Bugun katta oyim bilan gaplashadigan anchagina gapim bor. Men bir haqiqatni tagiga yetishim kerak. Bunga ruxsat bermayman. 2 soatga borib kelsang mayli. Ablahlik niqobini taqdi bu Abror. Xo'p. Aynim qolmasidan borib kelganim ma'qul. Katta oyimni oldiga kelyapman u, titrog'im bosilmaydi. Bugun meni qanday sirlar kutayotgan ekan. Abror bilan marketdan ul-bul xarid qildik. Katta oyingni nega bunday ataysan? Bilmadim, onam shunaqa o'rgatganlar. Abror yo'ldan ko'z uzmay mashina boshqarib ketardi. Mana, manzilga ham yetib keldik. Kechroq olib ketaman. Xo'p, kirmaysizmi? Otang yuk ko'rishga ketgan, ukalaring yosh, menga noqulay. Xo'p, tushundim. Mashinadan sumkalarni olib tushdim. Mana mening qadrdon uyim. Kiryapman. Yana avvalgi hislar chulg'ab oldi. Mehribonim chiqib kelayotgandek tuyuladi.
Qani edi, shunday bo'lsa. Tolib yugurib chiqdi. Opa, yaxshi keldingizmi? Yaxshi, ukajon, o'zing qandaysan? G'olib bilan urushmayapsanmi? U bilan urushmay bo'ladimi? G'irt aferist-ku. Otam buyurgan ishni ham menga aytadi. Onam buyursa ham men balogardon. Sen ham ayyorlik qil. Katta oyim keldilarmi? Ha, keldilar. O'zi sizni so'rab turgandilar. Amaya kelaman degandi, sog'indim deb. Men katta oyimni uylari tomon qadam bosdim. Qo'limdagilarni esa ukamga berishni ham unutmadim. Katta oyim narsalarni joylashtirish bilan ovora ekanlar. Katta oyi. Katta oyim men tomon o'girildilar. Kel, jonim qizim, yaxshimisan? Hech kim xafa qilmayaptimi? Men bilan hozircha hammasi yaxshi. Borib, katta oyimni quchoqlab oldim. Juda sog'inib ketgandim. Mohi gulimdan qolgan yodgorim. Katta oyim ham meni bag'riga bosib qo'yib yubormadi. Katta oyim bilan oshxonaga o'tdik. Ikki ukam, oyim va men biroz gurunglashib o'tirgach, katta oyim meni o'z xonasiga chorladi. To'lib, G'olib, ikkoving ham kursga yaxshi borib kel. Men ustozingdan natijalarni so'rayman. Ukalarim ketishdi. Shalola sexda ekan. Yur, endi gaplashib olamiz. Xo'p. Xonaga kirgach, katta oyim tilga kirdi. Sen nega shubha qilyapsan otangni qizi emasligingga? Kundalikda negadir o'sha varoqlar yo'q. Qolgani ham mavhum yozilgan. Bu haqda hech kimga aytmayman deb so'z ber. Ishonchingiz komil bo'lsin. Biz onang bilan juda qalin dugona edik. Onang Mohigul meni eng qadrdonim, opam, singlim, sirdoshim bo'lgan. Bir partada o'tirardik, toki onangni tog'asi boshqa maktabga olib ketmagunicha. Bularni oyim ham yozgan ekanlar. Siz otam onamga boshqacha ko'z bilan qaraganini nahot sezmadingiz? Men sevgidan ko'zi ko'r, g'o'r qiz bo'lgan ekanman. Onangni asra olmadim. Bariga men aybdorman. O'shanda Mohigul nima uchun nizomdan o'zini olib qocha boshlaganini bilmagandim. To'ylarimiz orasi ham uzoq emasdi. 3 oy farq bilan kelin bo'lib tushganmiz. Men Mohigul o'sinim bo'lishini taxmin ham qilmaganman. Nizom to'y kuni juda asabiy edi. Necha bora meni jerkib berganini sanog'i yo'q. Men esa hayratda edim. Tuppa-tuzuk gapirib yurgan odam nega birdan o'zgardi deb. Mohigul ham to'ydan keyin g'alati bo'lib qoldi. Niyoz bilan ular juda baxtli. Ba'zan men ularga qarab juda havas qilardim. Ishonsang, Niyoz haqiqiy mard erkak bo'lgan. Nizom tabiatan tanbal bo'lib, bir ish bo'yin ekkisi kelmasdi. Qaynotamiz Normat aka ulgurji mahsulotlar yetkazib berish bilan shug'ullanganlar uchun o'ziga to'q yashagan. 2 o'g'li bo'lgan bu odamni. O'ng qo'li Niyoz bo'lgan. Niyoz juda kirishimli, ishni ko'zini biladigan yigit edi. Meni otam Niyozmi? Hali aytaman. Boshidan gapirib berganim ma'qul. Men kelin bo'lib tushgan vaqtimdayoq homilador bo'lib qoldim. Onangda esa bu biroz uzoqqa cho'zildi. Shunday bo'lsa ham u sabr qildi. Men kundan kun erimni munosabati sovib borayotganiga tushuna olmasdim. Uchrashib yurganimizda Nizom umuman boshqacha inson edi. To'ydan so'ng esa umuman boshqa. Qaynotam juda yaxshi inson edilar. Bizni bir ko'zda ko'rib o'z qizlaridek qabul qildilar. Nizom ko'pincha uyda bo'lar, xotinlarni ham ishlarga aralashardi. Ko'pincha Mohigulni chaqirib ish buyurib turardi. Men buni meni avaylayotganga qo'yardim. O'shanda ham onang bir og'iz gapirmabdi. Aytsa, balki bu voqealarni oldini olgan bo'larmidik. Shalola 6 oylik bo'lganida onangni tez-tez tobi qochadigan bo'lib qoldi. Bu vaqtga kelib biznesimiz kasodga uchradi. Qaynotam ham uyga kirib qoldilar. Ana shunday vaziyatda Niyoz barchasini noldan boshladi. O'z kuchi bilan oyoqqa turdi. Oilaga ham baraka kirdi. Niyoz tinimsiz ishlardi.
Kechani kecha, kunduzni kunduz demasdi. Mo'g'ul esa uni uxlamay tonggacha bo'lsa ham kutib o'tirardi. Onang Niyozni shu qadar sevardiki, hech ikkilanmay jonini ham berib yuborardi. Niyoz ham onang uchun hech narsani ayamasdi. Mo'g'ul Niyozni kuch-quvvat manbai edi. Yo'qchilik paytida ham Nizom biror narsaga harakat qilmadi. Menga nima kerak bo'lsa hammasini Niyoz olib kelib berardi. Men uyalib ham ketardim bundan. Ammo yosh bolam bor, ilojim yo'q edi. Mo'g'ul ham men bilan yaxshi ovsin bo'ldi. Biz hech ham urushmadik, talashmadik. Mo'g'ul men kasal bo'lganimda o'zini ahvoli yomon bo'lsa ham Shalolaga qarardi. Nizomni uyda yeb yotishi qaynotamning sabr kosasini to'ldirib yubordi. Qachon sen ham o'zing uchun harakat qilasan? Qachon? Hammasiga Niyoz, Niyoz, Niyoz. U odam emasmi? Uyda to'g'ri choyini icholmay ish uchun chopadi. Sen esa faqat uni topgani yeyishdan nariga o'tmaysan. Qachongacha bu ahvolda yotasan? Dada, yaxshi ish chiqsin deb kutyapman. Kutma, izla. Bor ukangga qarash. Qayering ortiq yoki kam? Ikkoving oliy ma'lumotlisan. Men seni hech tushuna olmadim. Dada, qiyin ahvolimda siz ham yuzimga solmang. Sen hech ham qiyin ahvolda emassan. Bahonalaring o'tmaydi. O'zingni kuningni o'zing ko'r. O'sha kuni Nizom alamidan ichdi. Ilk bora menga qo'l ko'tardi. Bola yig'lasa ham ovozini o'shir deb meni urardi. Men esa tish yorib hech kimga ayta olmasdim. Hayotimizda hammasi yaxshigina ketayotganda Niyoz kasal bo'lib qoldi. Qattiq charchoq o'z ishini qildi. Niyoz qattiq shamolladi. Uyda issig'i tushavermagach, shifoxonaga yotqizishga majbur bo'ldik. Sen o'shanda onangni qornida 7 oylik eding. Ko'zlarim yoshlar to'xtamasdi. Meni otam Niyoz, men Niyozni qiziman. Men oliyjanob insonni qiziman. Onajonim sevib ardoqlagan, bir umr qalbida saqlagan sevgisining sohibi Niyozning qiziman. Meni otam Niyozmi? Ha, shunday. Katta onamni ham ko'zlaridan yoshlar oqa boshlaganda. Keyin nima bo'ldi? Niyoz shifoxonada ancha qolib ketdi. Hech kim dardiga davo topa olmadi. Lekin onang boshqa fikrda. Nizomning ishi bu deydi. Men o'z ukasiga bu ishni qilmas dedim. Mo'g'ulning aytishicha, Niyozni oldiga borganda ko'rishga Nizom chiqib ketgan. Oradan yarim soat o'tgach, Niyoz Mo'g'ulning qo'lida jon bergan. Uning tamom bo'lganda, u Nizomni umrini oxirigacha qotil deb biladi. Nizom men hech narsa qilmadim deb qancha qasam ichmasin, onang baribir o'z taxminidan qaytmadi. Otam o'shanda o'lganmidi? Ha, Niyozni saqlab qolish olmadi. Niyoz oilamizdan Fayzni ham olib ketdi. Faqatgina sen onangni hayotda ushlab turgan muhabbati mevasi eding. Men onamni endi yaxshigina tushundim. His qilayotgandim. Onam bu azoblarga qanday chidadi ekan? Nahotki onam shu qadar sabrli inson bo'lgan. Niyozni o'limi boboyni ham yiqitdi. Sen dunyoga kelganingni 2-oyi qaynotam ham haqqa omonatlarini topshirdilar. Niyoz bor kuchini sarflab ochgan firma Nizomning ixtiyoriga o'tdi. Niyoz o'sha paytning eng serdaromad sexini yo'lga qo'ygan edi. Nizom oilada yagona erkak bo'lgani uchun qiynalsa-da hammasini o'zi eplab ketdi. Otasini o'lganidan keyin Nizomga so'z o'tuvchi odam qolmadi. U axira o'z niqobini yechdi. O'sha kuni hamon ko'z oldimdan ketmaydi. Nizom onangni juda ham azoblanishiga sabab bo'lganda. Baqir-chaqirdan tashqariga chiqqandim. Mo'g'ul Nizomni qo'lidagi chaqaloqqa intilardi. Men sen ablahga javobimni avval ham aytganman. Senga 2 dunyoda ham xotin bo'lmayman. Bolamni qaytarib ber. Adashasan.
Senda boshqa chora yo'q. Itvachchangni tirik ko'rishni istasang rozi bo'lasan. Sen it bo'lishing mumkin, ammo u emas. U mard insonni bo'lasa, sendek pastkashni emas. Tilingni tiy, o'zingga yomon bo'ladi. Sen odam emassan. Seni ham ona tuqqan-ku, nahotki ukangni zarra hurmati yo'q. Niyozdan oldin topgandim seni. Sen menga tegishli bo'lishing kerak edi. Hech qachon. Ko'ramiz buni. Men chidab tura olmadim. Ularning oldiga bordim. Nizom aka, nima bo'lyapti? Sen aralashma, bor xonangga kir. Mohigul tinchlikmi? Buni iflos eringdan so'ra. Bolamni bersin. Men bu yerda bir soniya ham qolmayman. U asl basharasini ko'rsatdi. Gulsara, bor xonaga kir. Shalola yig'layapti. Bering amma yana. Bor yo'qol. Men jim qoldim. Nizomni bu qadar jahli chiqqanini ko'rmagandim. Bolasiga talpingan Mohigulni siltab tashladi. Cho'ntagidan pichoq chiqarib, seni bir oyog'ingdan osiltirib ushlab oldi. Va katta oyim yana yig'lay boshlagandi. Pichoq bilan mitti go'dakni oyog'ini pichoq bilan Mohigul Nizomni oyog'i ostiga o'zini otdi. Roziman, o'tinaman, unday qilma. Qizimga rahming kelsin. Men dahshatda qolgandim. Sen oyog'ingdan oqqan qondan qaltirasam, ham yaqin dugonamga majbur qilib o'ylanayotgan erimga qarab nima deyishni bilmasdim. Nimalar deyapsiz? Gulsara, bor yo'qol xonangga. Nizom yovvoyi o'kirik bilan baqirdi. Mohigul hamon tinmay yig'lar, Nizomning oyog'iga cho'kkan ko'yi iltimos qilishda davom etardi. So'zingdan qaytsang, bolangni ko'z o'ngingda o'ldiraman. Bilasan, qo'lim hamma yerga yetadi. Seni yoningni oladigan tog'ing ham xotinini pinjiga kirib qo'lidan bir ish kelmaydi. Roziman, hozir qonni to'xtatmasam bo'lmaydi. Yig'layapti, iltimos ber. Shundan keyingina Nizom seni onangga berdi. Nizomning asl yuzi shunchalar dahshatli edi. Mohigul seni qo'liga olgach ro'molini boshidan olib shartta yirtdi-da, oyog'ingni bog'ladi. Quchog'ida tebratib, so'rg'ichni og'zingga soldi. Sen xuddi onangni tushungandek yig'idan to'xtading. Keyin onang meni oldimga keldi. Guli, ishon, meni bunda aybim yo'q. Ilojini qila olsang qutqar. Bir umr quling bo'lay, ammo ana bu marazdan meni qutqar. Mohigul oyog'imga yiqildi. Meni kechir. Seni hayotingga sherik bo'lish niyatim yo'q, ammo men Mohigulni ortiq tinglay olmadim. Unga dalda beruvchi biror so'z ham yo'q edi lug'atimda. O'zimni dardim o'zimga yetarli edi. Indamay ortga burilib xonamga kirib ketdim. Narsalarimni yig'a boshladim. Tong otishib uxlamay yig'lab kutdim. Shalola necha bor injiqlik qildi. Uni ovutib tongni kutdim. Tong otishi bilan hech kimga bir og'iz so'z demay ota-uyimga ketib qoldim. Keyin nima bo'ldi? Ota-uyimga kelgan kunim ortimdan Mohigul yetib keldi. Albatta, uni Nizom olib kelgandi. Nizomni esa Mohigul kelishga ko'ndirgan. Onang bilan alohida gaplashish uchun qizlik xonamga kirdik. Gulsara, meni yomon ko'rasan, bilaman. Seni yomon ko'rmayman. Nizomni bu ishini hazm qila olmayapman. Iltimos, ortga qayt. Men uchun. Men o'laman. Men bu taxlit yasha olmayman. Menga buni ravo ko'rma. Men sizsiz u uyda bir on ham yasha olmayman. Menga rahming kelsin. Men ojizman. Qo'limdan hech narsa kelmaydi. Men Nizom bilan kurasha olmayman. Niyoz tirik bo'lganida bu balolar tushmasdi boshimga. Shunaqa ham yashagim kelmayapti. Ammo Niyozga so'z berganman. Bolamni asrayman deb. Iltimos qayt. Agar bormasang, men o'zimni o'ldiraman. Shundoq ham bu hayotda yashashimdan ma'no qolmagan. Men o'lib bo'lganman.
Mohigul o'sha kuni uzoq gapirdi. Meni ko'ndirdi. Men dugonam uchun qaytdim. Bir haftadan so'ng onangni nikohi o'qildi erim bilan. Ularning ilk oqshomida onangni qanchalar o'lib tirilganini tasvirlab bera olmayman. Ertasi kuni o'zidan jirkanib hadeb hammomga chopgandi. Tinimsiz yig'lagandi. Nizom esa sevganini vasliga yetganidan o'zida yo'q xursand edi. U butkul insoniylik qiyofasini yo'qotib bo'lgandi. Onang har kechni yuragi g'ash bo'lib kutar, Nizom meni oldimda qolgan kunlar xotirjam uxlar, uni yonida qolgan kun esa onangga azob edi. Biz ikki ayol ana shunday azobda kun kechirardik. Onang Nizomga bola tug'ib berishni xohlamasdi. Undan yashirincha dori ichardi. Ko'pincha o'ziga qaramay Nizomni o'zidan yiroq tutardi. Men onamning hayotini eshitib madorim qolmagandi. Qalbimda inson emas, shayton izdoshi bo'lgan Nizomga nisbatan ulkan nafrat bo'y ko'rsatib turardi. Men o'ldiraman. Sizlarni butun umr o'tga tashlagan bu nokasni o'ldiraman. Qo'llarim musht bo'lgan, g'azabim qaynardi. Sen hech narsa qilmaysan. Onang uni Allohga havola qilgan. Sen unga nimadir qilib qamalib ketish niyatidamisan? Sen umrini fido qilgan onangni mehnatini bir pul qilishga haqqing yo'q. Agar shunday niyating bo'lsa, meni oyi dema. Sen uchun yo'qman. Katta oyi, shuncha ishdan so'ng ham qarab turayman. Onam otam uchun hech narsa qilmayman. Qilasan, albatta qilasan. Avvalo o'z hayotingni ko'r. Baxtli bo'l. Sen onangga so'z bergansan. Qamoqda esa baxtli bo'la olmaysan. Chiday olmayman. Men buni ko'tara olmayman. Chidaysan, majbursan. Onang uchun. Uni shuncha yil azobda o'tgan umri uchun sen hayotda o'z o'rniga ega inson bo'lishing kerak. Shu yillik zahmatni oqlashing kerak. Men qalb og'rig'idan azobda edim. Yuragim shu qadar sanchirdiki, ta'riflab bera olmayman. Onam, otam uchun ichim yonardi. Katta oyim xato gapirmayapti, lekin men bu qadar kuchli emasman. Yig'lama. Men bu sirni bir kuni bilishingni bilardim. Oldindan tayyor edim. Lekin kundalikdan bilasan deb kutmagandim. Abrorga aytasanmi haqiqatni? Balki shunda qasosdan voz kechib seni baxtli qilar. Men undan hech narsa umid qilmayapman. Uni xotini bor. Men ularning hayotini buzishni istamayman. Aslida ularning munosabati jiddiy bo'lganda oraga sen tushmasding. Yaxshilab o'yla. Xo'p. Menga qo'ng'iroq bo'ldi. Abrordan ekani aniq. Telefon ekrani ham bu rostligini ko'rsatdi. Allo. Kelyapman. Tayyor bo'lib tur. Xo'p. Ketasanmi? Katta oyim ko'zimga o'kinch bilan qaradi. Ketaman. Yig'laganing bilinib qoldi. Mayli, onamni esladim deb qo'ya qolaman. Qizim, o'zingni ehtiyot qil. Sen har narsaga qodir Niyozni qizisan. Sen ulkan jasorat egasi, fidoi Mohigulni zurriyodisan. Katta oyi, men bu uyga qaytib kelmayman. Meni kechiring. Ammo ota yo'q. Otam emas endi. Nizomni ko'rishga ko'zim yo'q. O'zimni tutib tura olmayman. Seni to'g'ri tushunaman, qizim. O'zingni ehtiyot qil. Katta onamni qattiq quchib xayrlashdim. Yillar qaridagi sirlar yuzaga chiqa boshlagandi. Qachondir kelaman, Nizom yo'q payti. Onam tushimda aytgan daftarni topishga. Hozir esa bardoshim yetmaydi. Tashqariga chiqqanimda Abror mashinada meni kutib turardi. Kutib qoldim. Uzr. Indamay mashinaga o'tirdim. Abror mashina ko'zgusidan menga qarab savol berdi. Yig'ladingmi? Yo'q. Men ko'r emasman. Ha, yig'ladim. Onamni sog'indim.
Yana beixtiyor sal avval eshitganlarim yodga tushib yig'lab yubordim. Abror esa meni yupatish uchun bir og'iz ham so'z aytmadi. Bu yanada yuragimga og'ir botdi. Ko'zingiz yo'l qarab tolmadi. Yashashga holim ham qolmadi. Turishga madorim qolmadi. Charchadim onajon. Charchadim. Ishongan tog'larim quladi. Ko'ksimda tikonlar gulladi. Holimga dushmanlar kuladi. Charchadim onajon. Charchadim. Meni bu azoblarga sabrim yetarmikan? Men bu kunlarni sabr bilan yenga olarmikanman? Uyga kelguncha ham biror so'z demadi. Men ham o'zim bilan ovora edim. Onajonim, men uchun qancha azoblarni yengib o'tgansiz-a? Shunchalar kuchli inson bo'lasizmi? Men sizga loyiq bo'la olamanmi? Darvozadan kirganda yasanib olgan Sarvnozga ko'zim tushdi. U meni ko'rishi bilan yugurib borib Abrorni qo'ltiqlab oldi. Ketdikmi? Ha, ketdik. Ular ikkovlashib qayta chiqib ketishdi. Men esa vayrona ko'nglim bilan yolg'iz qoldim. Allohim, menga o'zing kuch ber. Faqat Abrorni sevib qolmay, qalbi yo'q kimsani sevib qolmay, musibatda yoningda tura olmaydigan insonni sevib qolmay. Men hozirda suyanadigan bir yelkaga muhtoj edim. Ammo Abrorning e'tiborsizligi ko'nglimni parchalab tashladi. Men bu dunyoda yolg'iz qolib ketgan, qanoti qayrilgan qushga o'xshardim. Na otam bor, na onam, na... bu endi muhim emas. Ochig'i, men bu uyda nega yashayotganimni ham, nima qilayotganimni ham tushunmayotgandim. Miyam qotib qoldi. Nima qilishni bilmay qoldim. Men dahshatli sirni hali hamon hazm qila olmayapman. Men Abrorga bu haqida aytishni ham bilmayapman. Hamon bo'g'zimga tiqilgan ko'z yoshlarimni chiqarib yengil torta olmayapman. Yuragim yomon og'riyapti. Menga malham kerak, ammo qani u? Kim u? Nima u? Telefonim bezovta jiringladi. Allo. Amaya, nega meni kutmading? Seni ko'rgim kelganda. Shalola, bilasan-ku, menga bog'liq emas bu. Abror olib keldi. Nima bo'ldi? Ovozing bo'g'ilibdi. Biroz shamolladim shekilli. O'zingni asra, senga yangiligim bor. Aytmasam yorilib ketaman. Xo'sh, anavi otamni do'sti Davlatning o'g'li menga gap tashlab yurganda. O'sha sovchi yubormoqchi. Otamga ham ma'qul bo'lar. Nima deding? Senga yoqdimi? Ha, menimcha sevib qoldim shekilli. Sen uchun xursandman. Hayotda kimnidir sevish ham baxt. Otam keldi, qaraychi, keyin gaplashamiz. Shalola qo'ng'iroqni yakunladi. Men esa hozirgi qo'ng'iroq sabab bir qarorga kelib bo'ldim. Abror haqiqatni bilsa keyin Shalola va ukamlar orqali otamdan o'ch olishi mumkin. Men esa bunga yo'l qo'ya olmayman. Men shunday yo'l topishim kerakki, natijada Nizomdan boshqa hech kim g'am chekmasin. Nizom barcha qing'ir ishlar uchun javob berishi kerak. Men hammasini tagiga yetaman. Buning uchun esa Abrordan foydalanishga to'g'ri kelsa ham. Necha ming xil o'ylar sabab uxlab qolibman. Ertalabdan kayfiyati cho'q Sarvnozga ko'zim tushdi. Kecha Abror akam bilan biram mazza qildik. Sendan birov so'radimi? Alamdan yonib ketay deding-ku. Avval ham aytganman, Abroring o'zingga siylov, meni qiziqtirmaydi deb. Ishonib ketdim. Sen ham zotingga tortasan-ku, xotini bor erkaklarni ovlash bo'yicha ustasanlar. Onang kim u? Sen kim bo'larding? Tamom. Bu oxirgi nuqta. Meni jahlim jilovidan chiqib ketdi. Sen Sarvnozni bo'ynidan bo'g'ib devorga tiradim. Kim bilan o'ynashayotganingni bilmayapsan shekilli. Qo'yvor. Sarvnozning ovozi xirillab qolganda.
Menga esa hozir buni ahamiyati yo'q. Fikr u yodim manavi tasqarani ta'zirini berishdi edi. Men haqimda gapirsang ham, onam haqida gapirishingga yo'l qo'ymayman. Meni onam umrini menga fido qilgan. Sen kim bo'libsanki meni onamni tilga olasan? Sarvinoz hamon tipirchilar meni qo'limdan chiqolmay harakat qilardi. Qo'yvon uni, haddingdan oshma. Siz uni nima deganini bilmaysiz. Abror kelib qo'llarimni Sarvinozni bo'ynidan oldi. Nima debdi? Abror savol nazari bilan qoshlarini chimirib qaradi. U onamni haqorat qildi. Unda mudday deyishga haqqi yo'q. Abror aka, men haqiqatni aytgandim. Menga tashlanib qoldi. Bu ham onasiga tortgan. Onasi ham xotini bor erkakka osilib olib tekkan-ku. Men yana Sarvinoz tomonga otildim. Abror meni qo'limni tortib ushlab qoldi. O'ldiraman seni, iflos. Onamni gapirish senga emas. Amaya, haqiqat shunday, achchiq bo'ladi. Meni jahl bilan Sarvinozni burdalab tashlamoqchi bo'lgan shashtim bir pasda so'ndi. Quloqlarimga ishonmadim. Nahotki Abror shu gapni aytdi. Men undan meni yonimni oladi deb kutgandim. Ammo u nima qildi? Ular men uchun jonini fido qilgan insonni, umrini baxshida qilgan insonni nomini qora qilishyapti. Siz ko'zlarimga yoshlar quyilib kela boshladi. O'pkam to'lib ketdi. Men bu haqoratni qabul qila olmasdim. Abror ushlab turgan qo'limni undan ozod qilgancha darvoza tomon chopdim. Menga endi baribir edi. Noyabrning oxiri, havo salqin, ustim yupun bo'lsa ham bu menga ayni vaqtda bilinmasdi. Duch kelgan taksini to'xtatib o'tirib oldim. Qayerga hayday? Qani bu miyam biror axborotni qabul qilsa, men voqealarni analiz qilishga ham ojiz edim. Bilmayman, ammo uzoqqa, qancha uzoq bo'lsa shuncha yaxshi. Haydovchi tushungan odam ekan shekilli, biror bir ortiqcha so'z aytmadi. Yo'lda ketyapmiz. Sokin musiqa yangrar, bu meni yanada ado qilardi. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Qani edi onajonim tirik bo'lganingizda? Qani edi? Hozir qayerga borishimizni o'ylab yagona nomzod Marg'uba opam xayolimga keldilar. Cho'ntagimdan telefonimni olib opamga qo'ng'iroq qildim. Tong saharda meni yo'qlabdi deb ajablansalar kerak. Allo, opa uydamisiz? Ha, uydaman. Men mehmonga borsam maylimi? Kel, amaya kutaman. Manzilni yuborganman. Kelaver, uyda o'zimman. Bolalar maktabga, bog'chaga ketishgan. Marg'uba opam shahardan ancha olisda turar ekanlar. Manzilga yetib kelganda qo'ng'iroq qildim. Meni kutib oldilar. Opajonim, Marg'uba opamni bag'irlariga otilib yig'lab yubordim. Ortimdan esa taksichini qarab turganini payqamabman ham. Singlim, yo'l haqi bermaysizmi? Shundagina men yonimda pul yo'qligini esladim. Opa, meni pulim uyda qolibdi. Men bir xijolatpazlik bilan opamga vaziyatimni aytdim. Hech qisi yo'q hozir. Opam chaqqongina uyga kirib ketdilar. Zum o'tmay qo'llarida pul bilan chiqib taksichini aytgan pulini berib jo'natib yubordilar. Kelmasimdan sizga ham tashvish bo'ldim. Unday dema, qani uyga yur. Marg'uba opamni saramjom sarishta uylariga qadam ranjida qildim. Opam gullarni sevar ekanlar. Dahliz har xil gullar bilan liq to'la edi. Ko'rgan odamni aniq bahri dili ochilardi. Qani o'tirchi? Men xontaxta atrofiga to'shalgan ko'rpachalardan biriga o'tirdim. Nima bo'ldi? Kim xafa qildi? Opajon, men tamom bo'ldim. Bu dunyoda yolg'iz qolib ketdim. Yig'lama, singlim. Seni ko'z yoshingga hech nima arzimaydi. Men kuchli bo'lishim kerak, lekin eplay olmayapman. Men ancha payt yig'lab o'tirdim. Marg'uba opam ham meni bo'shab olishimni kutib turdilar. Ancha yengil tortdingmi? Endi ayt, nima bo'ldi? Men eshitgan achchiq haqiqatimdan boshlab
Abror bilan Sarvinozni qilgan muomalasigacha barchasini aytib berdim. Marg'uba opam ham onamni kechmishini eshitib ko'zlariga yosh oldilar. Endi nima qilmoqchisan? Bilmadim. Hech narsani reja qila olmayapman. Abror nima qilmoqchi bo'layotganini ham tushunmadim. Mayli, bularni o'ylama. Erim safarga ketdilar. 2 kun bo'ldi kuzatganimga. Men uyimda turaverasan. 6-7 oy uyda bo'lmaydilar. Opa, yaxshiyam borsiz. O'sha kuni opam bilan birgalashib ovqat qildik. Bolalar kelishiga dasturxonni bezatib qo'ydik. Marg'uba opamning 3 ta bolalari bo'lib, 2 qiz, 1 o'g'il edi. 2 qizlari maktabdan kelgach ular bilan ovunib huvillagan ko'nglim biroz orom oldi. Kelganimdayoq telefonni o'chirib qo'ygandim. Meni izlashlarini istamasdim. Kechqurib ovqatlanib bo'lgach, bolalar darsini qildi. Biz opam bilan gurunglashgancha idishlarni yuvdik. Bolalarni uxlashga yotqizib, ularga ertak ham aytdik, navbat bilan. Bolalar uxlab qolgach esa boshqa xonaga o'tdik. Bir qarorga keldingmi? Ha. Yaxshilab o'ylab ko'rdim. Endi qaytmayman. Abrorni yoqtirib qolmasimdan tinchgina barini tugatganim afzal. Keyinchi o'qishimni o'qib yuraveraychi, daromad oladigan hunarlarim ko'p. O'zimni tiklashim qiyin kechmaydi. Sen buni uddalaysan. Opam o'ychan bo'lib qolgandilar, onamni eshitganlaridan keyin. Men ba'zi insonlarga tushunmayman. Nega onasi kasalligini bolalardan yashirishadi? Aytishganda, balki bolalar onalarni so'nggi damlarda oldida ko'proq bo'lisharmidi? Yana biror kishini bilasizmi, mendek onasini og'ir vaqtida yonida bo'la olmagan? Marg'uba opamning yuzlaridan bir tomchi yosh dumalab tushdi. Men ham onam tuzalmas kasal ekanini bilmaganman. Bilganimda, balki ko'proq vaqtimni ularga bag'ishlarmidim. Siz ham doim g'amgin yurasiz. Nega ko'zlaringiz baxtdan porlamaydi? Bu ko'zlar baxtdan porlash uchun umrimni qaytadan yashashim kerak. Meni oilam bilan bog'liq kattagina jarohatim bor. Ayting, tun uzoq. Sizni ham dardlashib, dardlaringiz arisin. To'g'ri aytding. Dardkashga muhtoj edim. Men hammaga ham yorila oladigan inson emasman. Men o'sha inson. Marg'uba opamni hozirda tinglab, o'z dardlarimdan uzoqlashmoqchi edim. Otam 1967-yil tug'ilgan. Senga boshidan aytib berganim ma'qulroq. Bemalol. Men qulayroq joylashib oldim. Oilada 6 farzand bo'lishgan. Otam kenjadan oldingi farzand bo'lganlar. Otamdan boshqa hammalari oliy ma'lumotli. Otam esa negadir o'qimagan. Otam ayollarga suyagi yo'q inson bo'lgan. Ayollarga juda o'ch bo'lgan. Shu narsa hamma aka-ukalarda bor. Otam chorvador bo'lganlar. Cho'pon bo'lganlar uchun qishloqlarda hech kim qiz bermagan. Bitta qarindoshlari shahardan uylangan bo'lgan va onamni otamga tavsiya qilishgan. Onamni hayotlarini aytadigan bo'lsam, onam 6 oyliklarda onalari vafot etgan bo'lganlar. Taxmondan ko'rpa olaman deb stoldan yiqilib ketib, boshlariga qon quyilib vafot etganlar. Onam 3 yoshga to'lganlarida otalari o'gay ona olib kelgan. Onamning hayotlari ham havas qilgulik o'tmagan. Qo'li kaltalik, ko'p farzandlik ta'sirini o'tkazmay qolmagan. 5 nafar farzand bilan qolgan bobom 2-chi ayollarga uylangan. U ayol ortidan bir bola olib kelgan va yana 3 ta tuqqan. Xullas, 9 nafar bolali uy qo'li kaltalikda kun ko'rishgan. Bozordan kiyim-kechak sotib olmay, onamni ayasi o'zi qo'lda tikib bergan. Onam biror marta o'gay onalarni yomon demaganlar, lekin doim o'kinch bilan o'z onang bo'lsa baribir boshqachada. Yetimlikni men ko'rdim, senlar ko'rmalaring derdilar. Onam o'ta yevropeyskiy ayol bo'lganlar, juda chiroyli bo'lganlar. Otam ham gavdali, ko'rkam yigit bo'lganliklari uchun bir-birlariga ma'qul bo'lishgan. Shunday qilib, otam shahardan uylanganlar.
Otam mafiyaga aloqador inson bo'lgan. Hali hamon qishloqdagilar otamni ko'rsa titrab qochardi. Otam ko'chaga ko'rinishlari bilan qishloqdagilar uylariga kirib ketishgan. Men hamon buni sababini bilmayman. Otam 5 kun uyda yursa, 10 kun qamoqda yurardi. Otamning kunlari shu tarzda o'tardi. Lekin yetim, kambag'al, yordamga muhtoj oilalarni ta'minlab keladi. Otamning shu tomonlama obro'si baland bo'lgan. Otam ana shunday inson bo'lganlar. Juda katta pul topganlar. Bizning umuman pulga muhtojlik joyimiz bo'lmagan. Biz oilada 3 farzandmiz. Men kattasi. Singlim mendan 6 yosh kichik. Undan keyingi ukam esa singlimdan 2 yosh kichik bo'lgan. Biz havas qilgulik oila bo'lganmiz. Juda ahil, inoq oila. Marg'uba opam bir nuqtaga tikilgancha jimib qoldilar. Chuqur xo'rsindilar. Opa, eslash og'ir bo'lsa, balki davom etmassiz. Yo'q, hammasi joyida. Xullas, bolaligim juda ajoyib o'tgan. Men erkatoy edim. 6 yoshgacha mendan keyin singlim yoki ukam bo'lmagan uchun doim erkalatib katta qilishgan. Bolaligimni aytsam, zotdor otlarim bo'lardi. Ot minib katta bo'lganman. O'sha davrlarni hali hamon sog'inaman. Qaniydi, yana bolalikka qaytib qolsam. Bilasanmi, dardlar insonni tarbiyalaydi. Hech kim hayotingga behikmat kirmaydi. Hammani o'z o'rni bor. Men seni qalb yaralaringni tushunib turibman. Senga o'z kechinishimni aytayotganimni asl sababi boshqa. Sen ham g'am chekaverib bir dardni orttirib olishingni xohlamasdim. Sen onangni hayot uchun ham kuchli bo'lishga majbursan. Men 4-sinfgacha otdan tushmasdim. Uy hayvonlaridan nima xohlasam, hammasini otam muhayyo qilardi. Otam hayvonlarga rahmdil inson edi. Insonlarga nisbatan qattiq qo'l bo'lgani bilan hayvonlarga nisbatan yumshoq ko'ngillik bo'lgan. Bizni ham nima og'zimizdan chiqsa olib berardilar. Kiyimlarni eng oldisini kiyganmiz. Maktabga ham mashina olib borib, mashina olib kelardi. Xullas kalom, bolaligimdan xursandman. Otamdan bu uchun minnatdorman. Onam qishloqning eng oldi ayoli bo'lgan. Shahardan tushganigami yoki o'zimi juda ozoda, olifta ayol bo'lgan. Bir ro'z kampiriga borib sochini kimyoviy jingalak qildirib kelardi. Onamga o'sha soch juda yarashardi. Keyin onam g'iybatni bilmasdi. Rus maktabiga o'qigani uchunmi doim insonning yuziga qarab rostini so'zlardi. Otam texnikaga qiziqardi. Damas mashinasini olib keyin savdogar ayollarni olib yura boshlagan. Qarasam, Marg'uba opam charchoqdan zo'rg'a gapiryaptilar. O'tmishni eslash anchayin og'ir bo'layotgani aniq. O'sha savdogarlar orasida bir ayol otamni yoqtirib qolgan. Otam bilan tengdosh bo'lgan. Otam do'stim deb gapirardi. Keyinchalik esa otam qachon xiyonat ko'chasiga kirib qoldi, bilmay qoldik. Onam ilk bora otamni cho'ntagidan o'sha ayol nomiga yozilgan xatni topib olgan. Telefonlar endi chiqqan vaqt bo'lganiga SMS xabarlarni o'qishni uncha tushunmasdik. Telefonda ham anchagina xabarlar yozishilgan bo'lgan. Biz uni ochib ko'rmaganmiz. Otam esa o'zini oqlagan. Bu hazil tariqasida yozilgan. Sen menga ishon, rost bo'lganda cho'ntagimga saqlab yurarmidim deb onamni rosa avragan. Onam otamni qattiq sevganidan otamga ishongan. Amaya, seni ham uyqing keldi. Vaqt allamahal bo'ldi. Uxlaylik, qolganini ertaga aytib beraman. Mayli opa, siz ham dam oling. Ertaga bolalarni maktabga kuzatishingiz uchun vaqtli turasiz. Yaxshi dam ol. Sizlarga manfaatli ertalab uyg'onganimda quyosh chiqib bo'lganda Marg'uba opam meni uyg'otmoqdilar. Kech uxlagan deb indamaganlar shekilli. Yangi joylanayotgan hikoyalardan Yuz qo'limni yuvib opamning oldilariga kirdim. Bolalar ketdimi? Ha, ikkitasini maktabga jo'natdim. O'g'limni bog'chaga olib qo'ydim.
Meni uyg'otmabsiz. Kech uxlagansan deb indamagandim. Kursdoshimga qo'ng'iroq qilib, borolmasligimni aytishim kerak. Keyin bozordan borib kiyim olsak, ertaga o'qishga boraman. Kartamda anchagina pul bor. O'zim ishlab topganlarim. Sizni kartangizga o'tkazib, bankomatdan pul qilib olardik. Ma'qul. Opam ishlarga sho'ng'ib ketdilar. Men esa kechadan beri o'chiq telefonimni yoqdim. Qator qo'ng'iroqlar bo'lgan. Bari Abrordan edi. Telefonim yongani haqida xabar borishi bilan undan qo'ng'iroq bo'ldi. Ko'tarmadim. Ko'tarmaganim uchun xabar jo'natibdi. Telefonni ko'tar. Muhim masalada gaplashib olishimiz kerak. Qayta qo'ng'iroq qilganida o'zimni tetik tutgancha javob berdim. Allo. Qayerdasan? Senga nima? Men bilan ishing bo'lmasin. Haddingdan oshma. Hali hamon sen eringman. Uzr, yodimdan ko'tarilibdi. Xo'sh, xizmat. Uyga qayt, yo'qsa o'zing yomon bo'ladi. Nima qila olasan? Uni gapi jahlimni chiqardi. Qochib ketgan o'ziga jazman topib olgan desam, qani otang bosh ko'tarib yura olarmikan? Seni topib burdalab tashlasa kerak, meni behayo qizim yo'q deb. Bilganini qilsin bu nizom. Menga hech kim emas u. Qo'rqadigan joyim yo'q. Bemalol. Senda buzuq qizi bor oiladan keyin kim ham qiz olarda? Abrorning shu gapi boshimdan bir chelak muzdek suv quygandek bo'ldi. Axir Shalola sovchi kutyapti-ku. Qanday uni baxtiga chang solaman? Endi bu yo'lga o'tdingizmi? Gapimni tushungan bo'lsang, o'zingga yaxshi bo'lmasa, mendan o'pkalama. Ablah telefonni o'chirib qo'ydi. O'zini kim deb o'ylaydi bu to'nka? Nimalarni o'ylaydi? Hech bilib bo'lmaydi. Bir nuqtaga tikilgancha Abrorning nima qilmoqchi bo'layotganini o'ylardim. Abror men orqali nizomga hech narsa qila olmasligidan xabari yo'q. Hatto buni o'ylamaydi ham. Xayoliga ham kelmagan bo'lsa kerak. Amaya, tinchlikmi? Nimadir bo'ldimi? Marg'uba opam meni xavotirli yuzimdan nimadir bo'lganini sezgandilar. Abror qo'ng'iroq qildi. Nima dedi? Uyga qaytmasam tahdid qilyapti. Jazmani bilan qochgandayman dedi. Deyaversan. Qo'lidan hech nima kelmaydi. Sen o'zing uchun yashashing kerak. Otang burdalab tashlaydi deydi. Otangni qizi emasligingni aytishing kerak. Yo'q, men qaytaman. Hech bo'lmasa Shalolani to'y o'tguncha qaytaman. Boshqa choram yo'q. Men uchun jigarim azob tortishini xohlamayman. Yana boshqalar deb o'zingni fido qilyapsan. Ular men uchun qadrli. Shalol ham shunday qilardi. U meni tug'ishgandan-da a'lo opam. Baribir bu xato. Sen qachon o'zing uchun yashaysan? Yashayman. Men endi o'zimni xafa qildirib qo'ymayman. Abrorga ham, Sarvnozga ham salomiga yarasha javob qaytaraman. Sen ko'ngli bo'shsan. Ilohim, bari yaxshilikka bo'lsin. Havo salqinligi uchun Marg'uba opamni kardiganlarni kiyib oldim. Opa, kechagi hikoyani davomini bilgim kelyapti juda. Lekin yana biror kun ko'rishganda batafsil aytib beraman. Xo'p, kutaman. Marg'uba opamni quchgancha xayrlashdim. Yo'lga chiqqach, Yandex taksi chaqirish esimga kelmaganiga peshonamga bir urdim. Hechdan ko'ra kech deya yurgancha taksiga qo'ng'iroq qildim. 5 daqiqa o'tar o'tmas yonimga men chaqirgan taksi yetib keldi. O'tirgach, manzilni aytdim. Yo'lda ketyapmiz. Endi nima qilish haqida bosh qotirardim. Xayol bilan bo'lib aytilgan joyga yetib kelganimizni ham sezmay qolibman. Yetib keldik. Taksist yigitga endi e'tibor berdim. U nuqul menga qarab-qarab qo'yardi. Siz shu yerda yashaysizmi? Ha, tinchlikmi? Balki taqdir yo'llarimiz birlashsa. Yigitni gapidan ensam qotdi. Jinnimi bu? Nimalar deyapman? Meni turmushga chiqqan deb qayerdanim yozilgan. Uzr, men turmushga chiqqanman. Bu yerimni uyi. Xayr.
Mashinaga ko'rsatilgan summani tashlagancha tushdim. Yigit esa g'alati ahvolda qolgandi. Men e'tibor qilmaganim bilan u yo'l bo'yi menga termulib kelgan bo'lishi mumkin. Ammo bu yigit mendan yaxshisini topadi. Bunga ishonaman. Mana, meni yoqtirmagan, kelishni xohlamagan uy. Soat 11larni ko'rsatib turardi. Bu vaqtda Abror ishda bo'lsa kerak. Darvozani sekin itarib ochdim. Hovli kecha qanday ketgan bo'lsam, shu tartibda turibdi. Uydagi hech kimni ko'rishni istamasdim. Xonam tomon qadam tashladim. Xonamga kirgach esa asablarim battar buzildi. Kiyimlarim shkafdan olib tashlangan, hamma narsa uy o'rtasida sochilib yotardi. Darrov Abrorga qo'ng'iroq qildim. Hech jahlimni jilovlay olmayotgandim. Abror qo'ng'iroqqa javob berishi bilan baqira ketdim. Ablah, meni uyga chaqirib nima qilarding? Xonaga kirishni iloji yo'q-ku. Nima bola, o'g'ri kirganmi? Yoki anavi xonimchangni bir yoqlik qilaman. Meni narsalarimga nega teginadi? Javob beradi hammasi uchun. Xonam eshigi ochilib, meni hayratlantirgancha Abror kirib keldi. Men uni ishda bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Buncha g'azab qayerdan? Uni pinagini ham buzmay gapirishi battar asabimni buzardi. Hozir men anavi taviyani bir nima qilib qo'yaman. Hozir kelib yig'ishtirib beradi. Keragi yo'q. Battar iflos qilishni kuzatish niyatim yo'q. Xona eshigi ochilib esa Sarvinoz kirib keldi. Nega kelding? O'zing nega kelding? Ketganding-ku arazlab. O'zi ketar yor-yor, o'zi kelar yor-yormi? Sarvinoz, chekagingni yum-da, Amayadan uzr so'ra. Quloqlarimga ishonmayapman. Abror mendan kechirim so'ratirmoqchimi? Nahotki, ishonish qiyin. Hech qachon. Men buni yonida doim bir pog'ona ustunman. U bu uyda hech kimmas. Ijaraga turibdi deb faraz qilsak ham bo'ladi. Yoki tekin xizmatkor. Sarvinoz. Abrorni jahli chiqib Sarvinozga tarsak tortib yubordi. Siz... Sarvinoz Abrorga bir qarab, keyin menga yuzlandi. Hammasi uchun javob berasan buzuqqa. Oxirgi gapi suyak-suyagimdan o'tib ketib, endi u tomon yuraman deganimda Abror qo'limdan ushlab qoldi. Indamay turaymi shu gapiga ham? Unga e'tibor qilma, og'ziga kelganini aytaveradi. Siz esa buni tasdiqlaysiz haqiqat deb. Abrorning kechagi gaplari esimga tushib, qo'lini siltab tashladim. Aqlli qiz bo'lsang, o'zingga yaxshi. Tezroq narsalaringni joylab tashqariga chiq. Ishga borishimiz kerak. Bunchalar xudbin bo'lmasa bu Abror. Xonani yig'ishtirishga tushdim. Sarvinoz kiyimlarimni olib tashlab, yotoqning ustidagi bakrivalni bo'ynadiganlarimni pastga otgandi. Sevimli atirim ham sinibdi. Boya kirganimdan beri xonani nimaga bunaqa hid tutib ketgan desam, atirning singan uchun ekan. Afsuslangancha shisha siniqlarini qo'limga oldim. Bu atirni onam bilan bozorga chiqqanda olgandim. Onajonim tanlab bergandilar. Hayot. Nega meni buncha qiynaysan? Sarvinoz, hammasi uchun javob berasan. Ortig'i bilan. Tezlikda narsalarni joyladim-u, o'ylab qo'ygan rejamni amalga oshirishga qaror qildim. Shkafdan qomatim bilan turadigan ko'ylagimni tanlab oldim. Unga moslab kostyum ham tanladim. Baland poshnali tufli, doimgidan ko'ra yorqinroq pardoz va men tayyorman. Tashqariga chiqqanimda Sarvinoz yig'lagancha Abrorga nimalarnidir tushuntirib o'tirardi. Ketdikmi? Abror menga qarab biroz tikilib, keyin savol berdi. Bu nima ahvol? Tushunmadim. To'yga ketmayapmiz. Men ham to'yga ketyapmiz deb tayyorlanmadim. Mashinangiz tashqaridami? Abrorga e'tibor qilmay tashqariga chiqdim. Hech narsa vaqt o'tmay ortimdan Abror chiqdi. Menimcha Sarvinozni otib chiqyapti. Nega hammaga o'zingni ko'z-ko'z qilmoqchisan? Sizga nima? Men bilan ishingiz bo'lmasin. Agar birortasi senga gapotgudek bo'lsa, sen ham o'shayam. Keyin mendan yaxshilik kutmasin.
Bas qiling. Siz bilan bu borada tortishkim yo'q. Davomi bor.